Alaykum aziz kuzatuvchilar. Demak, bugun sizlar bilan HTML ni noldan o'rganishni boshlaymiz. Hop, dasturlashda kod yozishimiz uchun ishlatiladigan dasturlar kod editorlar, ya'ni kod muharrirlari deyiladi. Va bizga ham mana shunaqa kod muharrirlari kerak bo'ladi va bular bir qancha, misol uchun Sublime Text, Atom, Notepad++, WebStorm kabi kod muharrirlari mavjud va biz sizlar bilan darsimizda aynan Visual Studio kod muharriridan foydalanamiz. Va undan foydalanishimiz uchun avvalo biz uni kompyuterimizga o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz qidiruvga VS Code Download deb yozib qidiramiz, ya'ni VS Code Visual Studio so'zini qisqartmasi. Va bizda download deb yozganimizda birinchida shunaqa sayt chiqadi. Mana shu saytga kiramiz va quyidagi versiyalardan qaysi bir kompyuterimizga mos tushsa, ana shuni yuklab olib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Men allaqachon Visual Studio Code'ni yuklab olganman. Mana quyidagi interfeysda ochiladi va birinchi bo'lib biz papka yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun fayl qismidan open folder ni bosamiz va bitta yangi new folder qilib bitta yangi mana papka yaratib olamiz. Va papkamizni VS Code dasturimizda ochib olamiz. Xo'p, avvalambor biz fayl yaratib olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni HTML fayl. Buning uchun mana bu yerda new file tugmasi mavjud. Shuni bosamiz va avvalambor faylimizga nom beramiz. Istagan nomlaringni yozishlaring mumkin. Va kelinglar index.html deb nomlaymiz. Ya'ni .html degan aynan biz yozayotgan faylimiz HTML fayl ekanligini bildiradi. Va enterni bosadigan bo'lsak, mana bizda faylimiz yaratildi. Va shift va 1 tugmalarini birgalikda bosganimizda bizda mana embed abbreviation chiqadi. Buni ustiga bosadigan bo'lsak, bizda dastlabki kodlarimizni har safar yozadigan kodlarimizni chiqarib beradi. Kelinglar bularda nima ekanligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, avvalambor doctype HTML. Bu nima degani desak, bu document type so'zini qisqartmasi, ya'ni fayl turi HTML deyapti. Ya'ni bu qanaqa? Bizda 1990-yillarda har bitta brauzer HTML ni o'zicha talqin qilardi. Misol uchun Netscape'da bir xil, Internet Explorer'da boshqacha. Ya'ni bitta saytda o'zi Internet Explorer'da chiroyli, Netscape'da bo'lsa buzuq ko'rinardi. Va shuni oldini olish uchun 2000-yillarda W3C standarti yaratildi, lekin muammo baribir mavjud bo'lib qoldi. Ya'ni bu qanaqa? Eski saytlar yangi standartlarga mos kelmaydi. Agar brauzer endi faqat yangi standart asosida kodlarni o'qiydigan bo'lsa, millionlab saytlar buzilib ketishi mumkin. Va shunga yechim sifatida ikki xil rejimda ishlaydigan bo'ldi. Ya'ni birinchisi standart mod va Works mod. Mod. Ya'ni standart mod bu o'sha eski saytlarni o'qiydigan mod va Quirks mod bo'lsa bu Quirks mod bu eski saytlar uchun mos. Standart mod bo'lsa, ya'ni o'sha doctype yozganimizdagi mod hisoblanadi. Demak, doctype HTML bu aynan biza faylimiz HTML5 da yozilayotganini bildiradi. Xo'p, endi keyingisi demak HTML tagi bor va bu yerda lang and turibdi. Bu language so'zini qisqartmasidan olingan va and bu English. Ya'ni bu nima uchun kerak? Bizda screen readerlarimiz mavjud, ya'ni ko'zi ojiz insonlar uchun saytlarimizni o'qib beradigan dasturlar bor va aynan ana shu dasturlar mana shu yer orqali saytni qaysi tilda o'qish kerakligini biladi. Misol uchun hozir saytimizni ingliz tilida o'qib beradi. Va buni yozishning yana bitta sababi, misol uchun Chrome'da bu sahifa inglizcha bo'lsa tarjima qilaymi deb so'raydi va bu o'sha atributga qarab turib, mana shu atributga qarab turib ishlaydi. Xo'p, endi bizda head va body qismlari mavjud. Ya'ni saytimizni head qismi va body qismlari mavjud.
Hop, bu ikkalasini farqi nima deydigan bo'lsak, head bu saytimizni bosh qismi, ya'ni bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan, lekin saytimiz haqida ma'lumotlarni barchasi shu yerda saqlanadigan qismi bo'lsa, body bo'lsa, brauzerda bizni ko'zimizga ko'rinib turadigan qismi. Bu haqida keyinroq batafsil o'rganib chiqamiz. Hop, keyingisi bizda Meta Charset UTF-8. Hop, bu nima degani desak, misol uchun kompyuterimiz matnni saqlayotganda harflarni raqam sifatida saqlaydi. Misol uchun A65, misol uchun B66. Lekin ingliz alifbosida 26 ta harf bo'lsa, o'zbek, arab, xitoy, rus harflari uchun misol uchun yangi raqamlar kerak, to'g'rimi? Kim qaysi raqamni qaysi harfga beradi? Bu uchun kodlar tizimi yaratilgan. Ya'ni UTF-8da dunyodagi barcha tillarni, barcha belgilarini qamrab oluvchi universal kodlash mavjud. Ya'ni bunga 1,114,112 ta belgi sig'adi. Ya'ni buning ichida o'sha lotin, gril, arab, xitoy va hatto emojilar ham saqlangan. Va bu bizga shuning uchun kerak bo'ladi. Va keyingisi meta taglarimiz va birinchisi name viewport. Hop. Meta name viewport ya'ni ko'rishda aylanib beradi. Keyingisi content va bulardagi kelinglar darslarimiz keyingi qismlarni to'liqroq o'rganib chiqamiz. Va bizda mana bu yerda title qismi bor. Ya'ni bu bizni saytimizni sarlavha qismi. Ya'ni qanaqa chiqishi aytaylik, kelar dokument joyini birinchi darsga o'zgartirib qo'yamiz. Hop, endi biz buni qanday qilib brauzerda ko'ramiz degan savol tug'ilishi mumkin. Buning uchun bizga extension kerak bo'ladi. Mana bu yerda extensions bo'limi bor. Mana shu bo'limga kiramizda live server deb yozib qidirsak, bizda live server mana shu extension chiqadi. Ya'ni buni sizlar install holatida turadi, install qilib yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan keyin sichqonchani o'ng tugmasini bosganimizda bizda mana open with live server degan narsa chiqib qoladi. Mana shu ustiga bosamiz. Bosganimizda mana bizga brauzerda quyidagi faylimizni ochib berdi. Mana ko'rlaymi, mana bu yerda birinchi dars bo'lib paydo bo'lib qoldi. Agar men buni o'zgartiradigan bo'lsam, misol uchun ikkinchi dars qilib bu yerdan ham mana ikkinchi dars bo'lib o'zgarib qoladi. Hop, yuklab olganimizdan keyin extensionimizni demak endi boshlaymiz. Hop. Biz body qismini aytdik, ya'ni bizda brauzerimizda ko'rinib turadigan qismi. Biz bu yerga kelinglar hello world deb yozib ko'ramiz. Ya'ni birinchi HTML kodlarimiz. Yozadigan bo'lsak, mana bizning brauzerimizda hello world bo'lib chiqyapti. Hop. Demak, mana shunday yozar ekanmiz. Va bu darsimizni birinchi qismi, demak umumiy HTMLga kirish qilib oldik. Keyingi darslarda sizlar bilan taglar, atributlar va asosiy taglar haqida gaplashib chiqamiz. Hozircha xayr.